Esselamu Aleyküm ikrarlı izgürmenle. Muş vaxtınla hayırlı olsun. Uygur Tədqiqat İnstitutunun mənağa salam yollayımız. Her hafta institutumuzun müdiri, şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilim Fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem Malum ötküzüp olatkan Xalqara Vaziyet ve Gün Tertibini almak programımıza hoş geldiniz. Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Japonya'nın yeni baş veziri Sana Takaichi Xitayning agar Tayvanga qarta bir harbiy harakat ilib borgan taqdirda Yaponiyaning bir harbiy mudohala qilish ehtimoli borligini bunday bir puritib o'tdi. Shuning bilan Xitoy bilan bu Tokio o'tirisida bu bu ima demdik. Bu bir diplomatik krizga sebep oldu. Xitoy doiralari bu bayonotlarga nihoyatda kuchli inkas qaytarib, o'ziniki fuqarolarini Yaponiyaga bormaslik to'g'risida ogohlantirdi. Shuning bilan hatto bu talash tortishliq bu dengiz tabarligidimi urush kemalarini evatgan bo'ldi. Yuqori seviyeli diplomatik bu ko'rishishlarni, uchrashuvlarni amaldan qoldirdi. Xitoy mediasi va ba'zi Xitoy amaldorlari, hukumat mas'ullari nihoyatda bir bundaq uslubi yaxshi bo'lmagan bir tilni ishiltib Yaponiyani Yaponiya haqida qattiq bayonotlarni bergan bo'ldi. Yaponiya bo'lsa bu ikki turistik krizisni deyli. Texama mundaq o'rlatmaslik uchun, tashkillashtirmaslik uchun diplomatik tirishchanlikni, ya'ni bir diplomatni Xitoy tarafga yuvatgan bo'ldi. Yaponiya bu xalq jamiyatida bo'lsa harbiy bu mundaq mudofaa haqida bir ikki xil ko'z qarash o'tirib chiqdi. Xitoyninki bu mundaq bo'ri xarakter, bo'ri diplomatiyasi deymiz. Xitoyning bu mundaq yuqoridan qaraydigan qattiq inkas bo'lsa e, xalqarada bir lüksçeklik deb ta'riflandi. Biz bugungi programmamizda bu turizmga bundaq bir masala nimishqa sezgirlashib ketadi. Bundan keyin qanday bo'lmoqchi degan masalaga javob berishimiz. Ma'lum holda hammasi bir Tayvandan chiqqan masala deb o'yladim men. Nimishqa Yaponiya uchun Tayvan bunchalar muhim degan savoldan boshlasak. Hem de strateji cihetinde deydigan bolsak, Tayvan boğazı muhim hem de. Çünkü Japonya'nın sırtın kildiğen ham maddeler ki Japonya'da ham madde pek köp emez. Muşu Tayvan boğazından ötüdü. Eğer de Tayvan boğazını kontrol kılıvasa, Japonya için naydı çok bir ziyan buldu. Öz vaxtıda mı Amerika ve İngilizce mi muşu Asya Pasifik'nin ki muşu deniz yolunu kontrol kılıp ağaçka Japonya bununla karşı Amerika'ya bir hücum kıldı. Pearl Harbor hücumu. O ma şu yolunu tosu ağaçka. Hazır Xitay eğer bu yolunu tosu alsa muşu nime Takaichi degenin ki ama o Japon baş ministerinin degendek bu Japonya üçün bir hayat mamafik meselesi hem de bu. Şununla bu Tayvan'da bir iş çıksa Japonya'da mı bir iş çıkıdı degen gapni bağlap bu gapni degen. Aslında bu gapni şu burunqi sobiq baş ministri Shinzo Abe degen bir gap. Shinzo Abe vazifeden ayrılıp 3 aydan keyin, yani baş minister emes vaxtida Tayvan'da bir mesele çıksa, şundaqla Japonya'dan mesele çıkıdı degan gap. Bu bolsa Japonya ve Amerika'nın arasındaki xavfsizlik harbiy jihatdagi bu ittifoqdosh kelishimga ziyon beradigan bir ahvol degan. Bu Shinzo Abe'nin gibi biraz yumuşarak biraz aylandırıp degan gap ama budaki Takaichi bunu pek iniq devetti bunu. Şununla bu Xitay'nınki bu milli menfaat yoki yadro milli menfaat degan Tayvan meselesiga chekingan bo'ldi. Bunda vaqtida hamda Xitoy bu Japoniya'nınki bu gibiga qarshi
bir чыңарақ bir inkaz bildirmesi bo'lmaydigan bir halga geldi. Şununla bu Tayvan meselesi bu meseleni oturuğa çıkaran bir sebep yani meseleni çıkaran bir sebep oldu ama aslında şu Japonya ile Xitay'ın arasındaki xavfsizlik meselesi yoki milliy menfaat meselesi çekinganligini yoki aşındaq xatarlik hissetkenligini ko'rsatdi. Japonya misolga yükselgen Xitay şu hem rayonun hem dünyanınki burunqi tamponluqlarını bozdu yani. Her qanday yangi narsa yükselip çıksa mevcut bo'lgan tamponluqni bozdu hem de. Ama Xitay'ınki Japonya'ya qartılgan siyaset şu 1998'de öz vaqtida Jiang Zemin'in Japonya ziyareti vaqtida iniq degan. Biz hazır şu Japonya'nın Xitay'ını işgal qilgan meseleni hal qilmasak, Japonya-Xitay münasebetinin keleceği bo'lmaydi deb, şu vaqtdan itibaren Japonya'ya bir bisim siyaset işiltishga başlagan. Ama bundan evvel Deng Xiaoping undaq demegende, aramızda meseleler var, biz hal qilib bolamaymiz. Buni keyingi evlatlar hal qilsin degan Japonya'nın hoş qilgan vaqtida. Bunda bir paytda Japonya o'zininki bir yo'lini tanlashga to'g'ri keldi. Ya'ni milliy strategiyasini o'tirib qo'yishga to'g'ri keldi. Bu bo'lsa, birinchi tanlash bo'lsa, o'z-o'zini kuchlantirib, yuksalgan Xitoyga taqobil turish. İkincisi, Xitoy bilan hamkorlik qilish bilan birlikda Japonya o'zini kuchli holga kelish. Uchinchi bo'lsa, Amerika bilan harbiy jihatdan, xavfsizlik jihatdan hamkorlik qilish bilan o'zini qo'g'dab qilish. Hozirgi ahvol qaragan chog'da bu uchinchisini tanlagandek turdi. Bu tanlashning o'zimi Xitoyni rahatsız qilyotdi. Onundan başqa bu 2000 yılında öz vaqtidagi Japon baş ministri Koizumi degan kishimi Japonya'nın bunundan keyingi milliy strategiyasi nima bo'ldi deb xeyli bir uzungacha buni muzokara qildi. Nurg'un bosqichlar o'tgandan keyin Japonya normal davlatga aylanish lozim deb. Japonya teknologiyada, iqtisodda kuchli bir davlat, ama xalqaro siyosatda, xavfsizlik jihatda, harbiy jihatda ojiz bir davlat. Yani kuchi yo'q emas, cheklamalar bor. Bulutma Japonya'nın bu tinchlik asas kanunun 9. maddesi bunu çekleydi. Bu öz vaqtida Amerikalıqlarning bismi bilan yasab chiqqan bir asas kanun. Hem de bundaq bir ahvalda yani Xitoyning yükselishi, Xitoyning bismi bununla karşı Japonya yeniden o'zininki milliy manfaatini o'ylashga to'g'ri keldi. Asas kanundaki 9. maddeni şu keyingi 20 yılda o'zgartirmadi, çünkü nurg'un to'saqliqlar bor. Onunla qarta hamda o'zininki hozirgi o'zini qo'g'dash armiyasi degan armiyani milliy armiyaga aylantirish va shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı bo'libmi o Xavfsizlik Konseyining asas a'zosi bo'lish, A5ning ichiga kirish. Bu mu bir nişan? Xitoy bilan yani iqtisodiy, ticari ve teknoloji münasebetini devam qilish ve Amerika bilan şu xavfsizlik jihatda, harbiy jihatda hamkorlikni devam qilish degan yo'lni tanlagan. Bu yo'l hozirgacha Japonyaningki 10 qanotdagi partiyalarningki bir siyosati bo'lib keldi. Hozirgi paytda dunyo texmi buzilishga boshladi. Amerika Xitoy arasındaki bu jidallar boshlayotdi. Bunda bir paytda Japonya o'zining shu fursatda abaqa degan nishonga erishish uchun ba'zi harakatlarni qilishga to'g'ri keldi. Bu bo'lsa, şu Tayvan meselesini bir vasıta qilib o'ttirg'a tashgan bo'ldi. Xitoy bularni hammani tushungachga qattiqroq bir inkos bildirmasak, bular bek eshib ketbardi degan bir tushuncha bilan ikki taraf hozir shu tirkishyotdi.
Xitoy tarafınki inkası pek güçlü oldu. Yani bundak yukarı derecelik uçuruşlarımız emelden kaldı. Hatta özün kurallarını Yaponiyaga bamanlıp agaklandırgan oldu. Yani hatta burunduğum eşip her xil hakaretlerini kılışkı başladı. Hatta yukarı seviyede de. Bu xalqarada bu lükçeklik yoki zo'r nima lükçeklik demdik. Aslında deb ta'riflandi. Ba'zi tadqiqotchilar, analizchilar bu Xitoyniki ya'ni bu bo'ri siyosatini qaytadan bir yuqori palla ko'tardi deb talab nima? Analiz qilayotganlar bor. Bu Xitoyning mushu siz ma'lum mushu bo'ri diplomatiyasini qanday o'tirib chiqqan, nemishqa Yaponiyaga bu qatim mushu bo'ri diplomatiyasi muomala qildi? Bu hazırki baş ministri Takaichi'nin ki üç strateji nişanı var. Birisi ebemen degendek özüne qoqdap qilish armiyasini milliy armiyaga aylantirish. Bunu misalga o kiyim-kechakninki misal harbiy kiyim-kechak uniformani almashtirish degandek. Mushu urush arıplandan mushu urush kemigicha hammasini texmi kuchlantirib texnologiya bilan kuchlantirishga tirishyotidi. Ondan keyin bu harbiylarda mau rütbeler bor. General, ondan keyingi boshliqlar ular nomini o'zgartiryotdi-da. Nima degan vaqtida mushu İkinci Dünya Urushidan evvelki Japonya armiyaniki ishlatgan rütbe isimlerini, ünvan isimlerini işletishga başladı. Bu Xitoyni mushu bir militarist bir Japonya o'tirg'i chiqyotidi degan bir ansirashni yorityotidi. İkinci bir nishoni bo'lsa, hem Shimoliy Koreya hem Xitoyga qarshi yadro kuchini kuchlantirish. Fakat bu Japonya'nınki elingan kanunlarda şu yadro kuralıga karşı sahiplenmemesi lazım. Yani sahip olamaysa onunla, onundan keyin işlep çıkamaysa, onundan keyin sırttan da ekiremeyse yani import kılamaysa. Hem de bu üç prensip bu başka özü işlep çıkaramaydı hem de. Olmasa işlep çıkarılan küçü var. Ama Amerika bilan şu xavfsizlik jihatdagi kelishim bilan birlikda Amerikanınki yadro kuchi bo'lgan, yadro quroli bo'lgan arplan deymiz, urush kemi parxutlar deymiz. Mushlarni nima Japoniyaga yerlashtirish. Bu Xitoyni yani Japonya'nın denizinde, toprağında eğer de muşta yadro kuchga ega bo'lib qolsa, Xitoyga taqabul tura oladigan yoki Xitoyninki tahdidlarga qarshi qo'ya oladigan bir imkonga ega bo'la oladi hamda. Yana birisi mushu kelar yilda mushu Japoniyaninki bosh ministri Takaichi'ninki bir planı var. Yani bayağı men degan mushu asas qonunning 9-maddening ba'zi qismini o'zgartish uchun hozirdan boshlab uning tayyorligini qilyapti. Bu agarda o'zgarib qolsa, Japoniyaning mushu harbiy jihatda cheklaydigan imkonlar azaladi. Bu ahvolma Xitoyni ansirashga silyapti. Shuningga bu o'ng qanotda bo'lgan bu Takaichi'ga qarshi qattiqroq bir pozitsiya ko'z tutishga to'g'ri kelyapti. Misoliga deyli, ba'zi o'rtaq ilib borgan ba'zi shu madaniy kultur faoliyatlar var, ularni ib tashildi. Xitoyninki turistlarninki shu nimaga Japoniyaga ziyorat berishini tavsiya qilyapti, bormanglar deb. Bu bo'lsa Japoniyaninki iqtisodininki ziyini %0.37 bo'lganda, hamda Japoniyaninki iqtisodi cho'ng bo'lgandan keyin uningki %3, %4 nima %03, %04 degan raqamlar cho'ng bir pul hamda. Yig'ib kelgan chog'da bir 100 milliard dollar
ziyan tatıdı hem de Japonya. Ondan keyin ortak işleyen bazı kinoları var, onu mu koymaydigan bo'lgan. Degandek, Xitoy mı asta e, bir karşı güçünü ko'rsatyapti. Misalga Senkakuga berib, Xitoycha Diao Yudao degan yerga berib, parxodlarni nima chorlab qilishi degandek. Ondan keyin Xitoy Japoniyaga yaqin bo'lgan dengiz rayonlarda harbiy manevralarni elib berish degandek buni qilyotidi. Shundoq bo'lsa, misoliga shu Japoniyaningki ray sinash deymizmi, u jamiyatda ray sinashda shu Sanay Takaichi haqida nima qanday qaraysizlar deganda qo'llaganlar %68ga hozir. Bu Tayvan meselesinde shu abaqa degan gap, misol Tayvanda mesele bo'lsa, Japoniyaning meselesi bo'ldi degan ko'z qarashga %49 adam qo'llab o'tibdi. Ya'ni nüfusuning 20 to'g'ri dedim o gapni degan gap hamda. %42'si yo'q debdi, bu naydi xato bir ish debdi. Qolgani hamda bilmaymiz debdi. Ya'ni bunda degan vaqtida Takaichi'ninki Xitoyga qarshi bu Tayvan meselesi hakkındaki bu ifoda nüfusunun %50'lik adam qo'llayotidi degan gap. Undaqda bu bosh ministrni bunda yüksek bir persent bilan qo'llagan bo'lsa, bu Xitoyni rahatsız qilyotidi. Yani çünkü o tushib ketish lozimdi. Ama Xitoy tashviqotda shu hakimiyetga, Japon hakimiyetiga qarshi chiqqan odamlarni tanlab tanishtirib ko'rsatyotidi. Çünkü Japonya'da solcular var, Xitoyparastchilar var, Komünist Parti var degandek ashnalar var. Ashlarning gapini ba'zilar liberalist, tadqiqotchilar, professorlar va ashlarning gapi bilan qarshi chiqyotidi, ama bayaman degan o ray sinashdagi raqamlar Xitoyninki tashviqotidek bo'lmayotidi. Yani Takaichi bunu qilish bilan birlikda hakimiyetini texmi muqimlashtiroladigan bir holga ekyotidi. Agarda bu qo'llash davomli qilgan bo'lsa, kelari yili asos qonunda ba'zi o'zgarishni kirgizish bu qilolaydigan bir holga keladi-da. Shuningga bu Xitoy bir qattiqroq ko'rsatib qo'ymasak bo'lmadi deb ma'vuriga besim ishlatishninki bir cheki var-chi. Besim ishlatadi, bag'ansir qattiq ishlatadi, ama bir cheki var. Chekidan o'tib kelsalar patlab ketadi hamda. İş buzuldu. Xitoy shu nuqtaga, seviyaga olmay turib, ama Çin besimni ishlatib kelyotidi. Bu Japonya mı Xitoyga adam evatdi, tashqi ishlar ministri shu Osiyo bilan Tinch okeanga mas'ul bo'lgan, ya'ni Atlantik rayonlarga mas'ul bo'lgan bir tashqi ishlar ministri muavinini Xitoyga evatdi. Xitoy deydi, sen gapini qaytirib ol deydi. Japon taraf deydi, biz qaytiramaymiz deydi. Hozirgi vaziyat ikki taraf bir-biriga besim ishlatyotidi, ama bir-birisini qoyil qilolmayotidi. Hozir shunda bir tirkishishninki bir bosqichga kirgan bo'ldi. Kelgusida nim bo'ldi, nim bo'lmaydi bilmaymiz, chunki Xitoy bir yanda Amerika bilan ichishyotidi. Hozir Japoniya bilan ichishsa, hozirdagi Xitoy Amerikaning shu Janubiy Koreyaga yadro kuchni yerlashtirishga tehi inkos bildirmadi. Öz vaqtida Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaga qarshi Amerikaningki SAT deydigan bir boshqurish bombaga qarshi bir pozitsiyada bo'lgan bunday bombalarni sistemni yerleştirimiz degan vaqtida Xitoy qaqshab sarang bo'lib shu nima Janubiy Koreya bilan munosabatni uzib tashlaganda hozir uni demayapti. Demakchi bo'lganim, Amerika, Janubiy Koreya, Japon bular bilan Xitoy agarda ichishadigan bo'lsa, Xitoyga jiq ziyon
boludu. Şununla Xitay bunundan keyin qandaq qadamlarni bosadi, qandaroq qiladi uni bilmaymiz. Ma'qitim shu Janubiy Afrikada G20 yig'ini ichildiki, burun shu Shi Jinping bilan Takaichi ko'rishmoqchi ekan. Hozir unimi ibdal qilibdi. Shuningga aldığımızda kandak bir oyunlar buludu, kandak bir terakkiyatlar buludu. Onu hem de küzdüp durmuz. Fakat neticede ikisi bek aşındak uruşup sokuşup gelse her ikisiga ziyan var. Yani yalğızla Xitayga paydalı bir iş emas. Jig'ib kelgan chaqda Takaichi Tayvan'a bo'lgan siyosetini mücmel bir şekilinden şu iniq haliga ekip qo'ydimdi. Xuddi o'z vaqtida şu Nancy Pelosi Amerikanınki şu Avam Palatasınınki boshlig'i bo'lgan ayol. Buma Amerikanın Tayvan'a ilib borgan 71 yildan beri ilib borgan mücmel Tayvan siyosetini tish bilan iniq haliga ekip qo'ydimdi. Şunun o'xshash hozir Takaichima buni iniq alg'a ekib qo'ydi. Ya'ni Xitoyning qizil sizig'iga besib qo'ydi. Malum bu Takayici'nin bundaq bütün bundaq milli siyasetlerini iğne kalga kap koyuşu mesela Tayvan'a olan göz kararlarındaydı. Bu Japonya'da mı acaba bundaq bir popülist bir siyasi göz kararının küçük kalıqlı bir ifadesi mi o? Çünkü Japonya demokratik bir devlet. O hakimiyet bir şekilde olan partiye ki baş ministerler çok halkın koldaşı eriş gerek. Şu hazır dünyada mı xalqning eng ko'p erishiladigan shuar yoki siyosatle shu xalq yaxshi ko'radigan bir siyosatlarni xalqqa asli xalq yaxshi deydigan xalqqa bakroq deymiz maqtaydigan siyosatlarni ilib berish orqali buni qanday degan vaqtida vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytiradigan gaplarni qildi siyosatlarni ilib bordi ana uni g'ururini kuchaytiradigan narsalarni deydi biz zodi yoki xalqimiz zodi eng yaxshisi mushlar bildi mushlar manfaatni o'yishimiz kerak degan mushlar gaplar bilan ilib borar ekan sizcha yaponiyadami acaba shunaqa bir biz ham yaponiyani sovuqqon millat yapon xalqidan keyin milliyetchilik tuyg'usi burun kontrol qilib o'ziniki bundaq bir siyosiy mavqesida birinchi o'rin turmaydi degandek bir narsani bilamiz vatanparvarlik nuqtasini deyapman nuqul siyosiy hissiyot nuqtasini deyapman Yaponiyada shunaqa bir populistlik xohishi kuchlanib qolgan bir ifodasini ko'ryapmisiz siz? Sosyal medyada bor bundaq ahvollar. Ama bu nimada diplomasi jihatda siyosiy munosabatlarda Japoniya yine shu o'lchimni bozmay, o chekdan o'tib ketmay davron qilyotdi. Ama Xitoy tarafdan qaraydigan bo'lsak, misoliga Xitoyningki shu Japoniyaning bir konsullikda ishlaydigan bir xodimninki gibi. Deydi, shu nimaga Takaichining gibiga qarta davdi deydi, uning paskini bishini kesib tashib etish lozim deydi. Yani bu ko'chada lükçeklerinin deydigan gibi hamdi bu. Bir diplomat eğer de bunu deydigan bo'lsa, hamda Japon xalqininki achchig'ini keltirishdan boshqa bir rol o'ynamaydi. Çünkü o Takaichininki beshini kesib olamaysan, uning beshimi undaq paskinama emasdi. Undan keyin Xitoylar deydi bu Xitoycha bu Takaichining ismi Gao Shizao Miao emasmi? Ayada bir miao var nima fidan ko'chata maysa. Bu nima Xitoylar deydi zehirlik bir ko'chat deb ismini atamay mandaq laqamlar bilan ya sat gaplar bilan ashunday bir gaplarni deyishga tirishyapti. Hatto eng yomoni shu Takaichining gibi og'zi deydi. Og'zida sap shu mayak bunda degan chaqda po'qni manzuy pingfung deydi. Ya'ni og'zidan po'qlar chiqib o'tadi deydi. Yani Xitoy bu diplomasi meselelarda yaxshi o'rganmayapti-da, bunda deganda.
Yani bunda gapni degandan keyin xalqarada inovatini tushirib qo'ydi Xitoyning. Hamda Japoniyadagi shu o'ng qanotlarninki ochig'ini keltirib qo'ydi. Misolga deyli, Japoniyaning bosh ministrini men saylamadim. Men uni yaxshi ko'rmayman. Ammo u qo'pib, agarda Japoniyaning bosh ministrini ashuna sat gaplar bilan tillaydigan bo'lsa, vaqtida meningmi achchig'im keldi biraz. Bu psixologiya jihatdan davotimi. Bunun Xitoy aymayotidi gibidan. Ama bu Japonya o'zini tutib olgan bir şekilde qilyotidi. Unda bo'lgan chog'da Japonya yine xalqaro jamiyatda o'zining yaxshi obrazini yana qo'g'dab ketalaydi. Ama Xitoy bundaq bir ahvolda inovatini buzib qo'ydi shu obrazga zədələnən bulud, değil mi? Yani bu kadar Xitay hem devlet süpüde hem hükümet süpüde hem partiya süpüde hem halk süpüde bir üzünü kontrol kılmagan şekilde partilap küçük inkas kaytıgan bolsa Yapon halkı hem halk noktasından hem hükümet devlet noktasından soğukkanlık bilen işten qaysı ucu yapmadı deyen gepten demek Xitayning başka qo'shni davlatlari, yamanchi qo'shni davlatlari. Demek Xitoy bilan biz muştan münasebet qilib qolsak, balkim qizil chiziq desab qolsak yoki Xitoy o'ylamagan bir bayonotni bersak, demak Xitoyniki jamiyatidan boshlab 7 yosh 70 yoshgacha hammasi boshqa bir siziqdan chiqib adabsizlik qilgan yo qo'pol qilgan yoki o'zini kontrol qilmaydigan ishlarni qilgan degan tushunchaga ega bo'lsa, demak ular bundan keyingi munosabatlarda ehtiyotkorlik bilan muomala qilishi mumkin. Ya'ni Xitoyni texnik yaxshi tunish uchun bir material sifatida material bo'lib qoladi bizga hamda. Bu qatimki ahvol. Xitoyningki bir Hem tersi maqsadimiz shu, ya'ni Japoniyaga qattiqroq sat gaplar bilan besim ishiltish bilan qog'inini qo'rqitmoqchi. Xitoychada bir maqol tamsili bor, xo'rozni kesib, bo'ynidan kesib, maymunni qo'rqitish degandek. Haqiqatan bu Osiyo davlatlari shu iqtisod jihatda, tijorat jihatda Xitoyga ehtiyoj bor, muhtoj hamda. Shuningga bu Xitoyni tiriktirmay turib, iqtisodiy tijoriy manfaatimizni qo'g'dab qolaylik deydigan davlatlar xeyli bor hamda. Shuningga Japoniyaga bundaq lükçek zo'ravonlik pozitsiyasi boshqa davlatlarga bir nima qo'rqitishninki rolini o'ynay oladi. Ama ko'nglidagi, ichidagi o tuyg'uni o'ngshamaydi hamda. O ichida Xitoyga o'sho'simi, Xitoyga ishonmisimi, ama ig'izda hamda Xitoy bo'pti sening rost deb qo'yib, o'zining manfaatini ilishga tirishadi deb o'ylayman, ama hozirgi jahon bek o'zgaryotidi. Burunqi xalqaro tuzum, xalqaro sistem, xalqaro tartib, xalqaro qonun hamsi buzilyotidi. Shuningga kelgusida bu tartib tuzum bo'lmasa, hamma nima chug'uldi emasmi? Bu buzilgan bir jahonda hamma davlat hamda o'zining manfaatini o'ylab yo'l tepishga tirishadi. Agarda Amerika shu Osiyo Tinch okeanida shu ittifoqdosh davlatlarga nima deymiz, munosabatni texnik kuchlantirsa, vaqtida Xitoyga yaloqchilik qiladigan, Xitoydan qo'rqib, Xitoy bilan munosabat quradiganlarmi qo'rqmaydigan bo'lib va gapni chin gap qila oladigan bo'lib qoladi. Misolga, hozirgi Filippin shunday qilyotidi. Tugun Vyetnamni deyish mumkin. Burun Xitoy shu Janubiy Xitoy dengizlarida ba'zi orolni cho'ng yasash uchun orolga tosh to'kib, orolning atrofiga orolni kengaytib, u yerga orplan qo'nadigan kiyimni remont qiladigan narsalar yerga ekyotidi. O'xshashni hozir Vyetnam qilyotidi. Vyetnam bilan Xitoy talashgan bir yemi bor-ku, dengiz yeri. Hozir Xitoy uningga qarshiyotidi. Vyetnam deydi, sen qilsang bo'ldi, men qilsam nemishga bo'lmaydi. Xitoyning degani men qilsam bo'ldi, sen qilsang bo'lmaydi degan gap. Bundaq ahvol Xitoyga bo'lgan bu noroziligini bir kun bo'lmasa bir kun deb soldiganga
fursat bo'lyotidi. Xitoy deydi, men cho'ng davlat, Amerikaga taqobil turyapman, nimdaysa deyalyapman, hammani o'zingni bilib qo'y degan bir pozitsiyada. O'z vaqtida shu ASEAN yig'ini ochilgan vaqtida, Vyetnamda ochilgan vaqtida, shu vaqtidagi shu tashqi ishlarga mas'ul bo'lgan Kommunist partiyaningki bir amaldori Yang Jiechi burun nima bo'lgan, tashqi ishlar ministri bo'lgan, keyin shu Chongyambonninki tashqi ishlarninki bir boshlig'i. U aşağıda iniq dedi. Biz cho'ng davlat, sizlar kichik davlat, gapimizga kirsizlar deydi. Yani xalqaro munosabatda nazariya jihatda eng azından bütün devletler teng barobardir deydi. Yani bütün ulus, yani nation teng barobar. Bunda cho'ng kichik deb ayrım yok. Ama amaliyotda u borhamdi. Xitoy shu amaliyot qismini iniq davodidu bularga. Bularninki ko'nglida, aqlida ham yerga yezib qo'ydi buni. Shuningga Xitoy bundaq qilaversa, Xitoyning kelgusida jahonni so'rayman deydigan Xi Jinpingning davatgan 35'te 2035'te bütün şu dünyanın en güçlü devletiyle tam buluş 2049'da Cihangir devlet buluş degan nişanıga erişiş üçün seni kollaydigan ve bulup mu senin devletinin etrafında ya ki senin kıtadaki devletler seni kollaş lazım. Eğer kollamasa yalğız beşiğe kalsa. Hem de içki mesela ama yaman köp. Uygur meselesi mesela. Yaman köp mesele var. Şununla Xitayma qiyinchilik ahvolda. Bu yükselyotidi, başka devlet bunundan ensirayotidi. O ensirashga chiroyli tushuntirishni qilib. Çünkü Xitoy kelgusida bu devletler bilan qanday munosabat qurish jihatda bir xalqni qoyil qila oladigan bir siyosatni depremayotidi. Şunun o devletler ensireydi, ular pozitsiya oladi. Ondan keyin başka devletlerle ittifak kılıdı. Ondan keyin harbiy jihatdan, xavfsizlik jihatdan texmi o'zini kuchlantirishga tirishdi. Shuningla bu bir-birisini ta'qib qilgan zanjirsimon bir masalaga aylanyotdi. Shuning Xitoy uchun oson bir ish emas hamda hozirgi vaziyatda. Programımız bunda bir so'lda oxirlashtirsak, Yaponiya Xitoy munosabati hali bo'lganda bundan bir kun tartibning beshiga kelmagan shu. Bizda qiziq nuqtaga aylanmoqda. Bu normal ketayotgandek bilamiz endi. Demak normal emas ekan. Tegi nurg'un masalalar bor ekan buniki. Mushu Tayvanningki mushu kun tartib kelish bilan ikki davlatning munosabati yangi bosqich kirdi emas-da, bir yuqori pallaga ko'tarildi desak bo'lamdi. Burunga qarag'an chog'da bir yuksak palla keldi. Siz degandek texiyaligi jang urush degan nuqtaga o seviye kelmadi. Aziz Kurbalar, biz bugungi programmamizda Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi bu keskinlashayotgan munosabatni analiz qilishga tirishyapmiz. Hatto mushun ko'rilgan holda Yaponiyaniki diplomatiya madaniyatiniki qaysi seviyaga yetganligini, Xitoyniki diplomatiya madaniyatini bo'lsa qaysi shaklda, qaysi xil xarakterga, qaysi xil alohidlikka ega ekanligini analiz qilishga tirishdik. Umarım siz ko'p rahmat. Ben rahmet aytman.